Ailelerimize Allah'ım şirini şerbetini kıpıyorsun. Hammaga Allah'ım yanıgile geçmezsin. Onu rahim. Bereketini versin. Bismillahirrahmanirrahim. Çoğu kaynatma indi. Bu Sumalak Sayla tumanimizdagi bugungi bu boshlanishi. Xudo xolasa 51 ta mahallamizda har birida mana shunaqa sumalaklar tashkil etiladi. Bu sumalaklardagi qilinadigan ezgu niyatlarimizni, shu yurtimizning obodligi, tinchligi, yurtimizda amalga oshiriladigan ishlarimizni debochasi sifatida bir duolarga qo'l ochib, nuroniy otaxonlarimiz, kayvon onaxonlarimizni fikrlarini, ularni orzu niyatlarini, o'gitlarini, ulardagi odatlarini mana shu sumalakka kelib, sumalakni boshlashdan to pishguncha jarayonda bo'ladigan ularni birdamligida, bir davrada o'tirib, o'zaro suhbatlashuv, o'zaro o'gitlarida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu ham bir urf odatlarimiz, an'analarimizni bir debochasi, bir ko'rinishi desak bo'ladi. Ailelerimize Allah'ım şirini şerbetini kıpıyorsun. Hammaga Allah'ım yanıgile geçmezsin. Onu rahim. Bereketini versin. Allah'ım. Yerleri kolu ağrımasın. Lakin buvamız gerek yapılsın. Abdü ablar hocam. Şüküranalar bildiramız. Çapılmasmıdır. Eğer şunca adam bulmaganda sumalak bulmasmıdır. Allah bereketini versin. Ya Tarqatinglar, qizlar, olib boringlar bo'ldi. Mahallada sumalak sayli o'tmoqda. Sumalak sayli bu qo'ni qo'shnilarni birlashtirish, o'sha do'stona munosabatlarni yanada tiklash, undan tashqari milliy qadriyatlarimizni namoyon etish. Sumalak qachon 24 soat davomida pishadi. Qanday qilib? Mana shu avval bug'doy undiramiz. 3 kun mobaynida bug'doy undirib, keyin uni bug'doyni mesarovkadan chiqarib, keyin uni onaxonlarimiz o'sha duolar qilib katta o'choqqa solishadi. Undan tashqari yosh qizchalarimiz, yigitlarimiz, bolachalarimiz mana shu sumalakka toshlar olib kelishadi. Toshlar olib kelib, mana shu sumalakka solib 24 soat davomida pishiriladi. O'sha 24 soat davomida dimlanadi. Keyin o'sha sumalak dimlanib, ochilgandan keyin ramziy har doim nimaga qiziqadi xalq? Mana shu sumalak ochilgandan keyin chiqadigan rasmlarga ham qiziqadi. Chunki afsonalar deymizmi, milliy o'sha tarixdan hamma qandaydir humo qushiga yoki bo'lsam kimlardir tog'larga, quyoshlarga o'sha rasmlari tushiriladi deb o'shanga ishonadi.